60 ball to'plab ham qancha yo'nalishga o'qishga kirish mumkin va bu narsani o'tgan yilgi o'tish ballaridan misol qilib ko'rishimiz mumkin. Marhamat, buni o'tish ballarini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hozir ko'rayotgan universitetimiz bu Toshkent davlat transport universiteti, ya'ni 2025-yil o'tish ballari. Bu yerda asosiy blok matematika va fizika yo'nalishlari ketyapti. E'tibor bering, bloklar almashishi mumkin. Shunga qarab ko'ramiz. Ballari 64 ball bo'lgan. E'tibor bering, kvota 23 ta kontrakt olgansiz. O'tish balli grant 81 ball, 65 ball kontrakt, 57 o'tish ball metrologiya, 60 ball matematika fizika birinchi blok. Agar siz matematikani o'zgartirgan taqdiringizda ham to'g'ri keladi, bemalol bu ballni yig'a olasiz bemalol. 60 ball, 59 ball, 57 ball salkam. Hammasi 63. E'tibor bering, bu ballar juda ham past bo'lgan. E'tibor bering, 60, 56, 59, 56, 62, 64. Deyarli hammasi 60 ball atrofida ko'rib turibsizlar. Bu xos faqatgina kunduzgi yo'nalish, faqatgina temir yo'l universitetini ko'rib chiqdik xolos. Bundan tashqari qancha universitet institutlarimiz bor va eng asosiysi bu kunduzgi yo'nalish. Hali masofaviy bor, kechki bor. Bunaqangi yaxshi, bundan yaxshiroq yo'nalishlar bo'lib turib, aynan shunaqa o'tish ballariga to'g'ri keladigan universitetlar ko'p. Ya'ni uni ta'limni qaysi turiga davom ettirishingizga qarab turib ballar o'zgaraveradi.